Ana Qo'qondan tog'alarimiz 5 haftani ko'rgan kelishdi, tog'a. Mazasi qalay ekan? Nihoyatda shirin. O'rali bashmaldaqda ham bu mevasi shirin hisoblanadi. Mana. Bu Bu Big Ben degan shaftoli eng originali, mana 3 qaytgan bo'ladi, mana ichida boteksga o'xshagan bo'ladi, qizlar labiga o'xshab mana. Bular eksport varianti, mana 3 chiqqan bo'lsa eziladi, bular ezilmaydigan sorti mana. Keyin qattiqligi zo'r, juda ko'pchilik yeb ko'ryapti. Mana Bag'doddan, ha? Bag'doddan tog'alar kelib buvaydasidan mana tanasidan ko'ryapti. Bugun erta oxirgi kun bo'lardi uzilishi. Sababi juda ko'pchilik yeb ko'rgan. sotilib bo'lgan ha bular. Bular sotilib bo'lgani. Sotilib bo'lgan bir marta terilar tugaydi. Bizning oliy ormasini terisini aytgan. Bu mag'rib paytda yeyiladi. Mana yana bag'da. Bugun 10-iyunni sanasida mana. 10-iyun. Oh, mana 4 yasharli daraxtni yorib tashagan eva qilishdi. Buni ko'chatiga noyabrda 10larida kelasiz. Ha. Noyabrda 10larda kelsangiz, o'shanda ulgisizda o bahorga chiqib ketsangiz ham narxi ham ko'tarilib ketadi, ham nimasi ham. Bizga buni yo'lda 10 yo'lni tashlagan kelishdi. Juda mandaqas aylanib ko'rdim. Bo'laveradi. Bitta lakatasi ba'dan kelsa bo'ladi osonroq. Sizlar bunday ba'dan aylanib kellaymi? Mana tomonda aylangan narsaga keldi, qayda kelyapmiz. Yerda polishqani qarang, shirin Yerda. Ha u hali borgan sari mazasi kelib boraveradi. Ha, egzon olam ko'rsatgan. Ha, bo'ldi. Ko'p klient taklamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qatmada u. Xom. Pishgan bo'lish kerak. Ya yo'q, sal chiroyli. Ha. Nokchani nokni. Nokni Nokni ko'rsatamiz. Bo'ldimi? Shopqonni ko'rlaymi? Kim? Ali Vander Kottu daraqan. Buni ham ko'rsatamiz. Bundan ketsin. yurlar, hammasini tanishtiramiz tog'alarga. Bag'doddan telab kelgan issiqdi kunida. Bugunda keldi. Ha? Telefondan sherigimiz bor yigit. Ha. Hamma yo'qsa anchadan ketib bor kelamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qaydan kelyapmiz, bu topolmasak. Oson emas bu issiqdi kunida. Sizlarga tem bo'ling. Nokimiz ya olmami bu? Bu nok boshqacha sorti bu. Bundan ba'zimi? Bu shaftoli bu qo'lingizdagi. Ketdi-ya. Hozir endi nokka boramiz.